Ha kelin, ja o'zingizdan ketdingiz, pulingizga kelmaganda har kuni sindirib yeb qo'ydingiz hamma narsani. Har kuni gap eshitib, tag'ina menda ayolim sabrli. Ha, desa, o'tiribsizmi? Nima bir og'iz gapira olmaysizmi bilaringizga? Qachongacha men o'zim gapirishim kerak. Bugun mebel zakaz qildim. Qabul qilib oldingizmi? Ha, onasi qabul qilib oldim. Yur, ko'rib olasan. Mana onasi joylashtirib ham qo'ydim. Yana sizmi? Hasad qilyapsizmi, havasmi? Hali beri siz bunaqa mebellar olishingizga yo'l bo'lsin. Kezga gapirib qo'ysangiz bo'lardi. Xotini asabimga tegibdi. Mehnat qilib pul topmaganda jaraqcha. Hamma narsani sindirib ado qilib bo'ldi. Bo'ldi onasi, asabiylashma. Hammasini xos hal qilamiz-da. Aziz, kelin, qaravorlaring. Ha, Labbi aka. Ke onasi. Xullas, onasi mebellarni qayerdan oldim deb o'tirdi. Shaxmat matrasdan oldim. Ichida yostuv, matraslari bilan birga ekan. Faqat puli borlar uchun adasi. O'sha maqtab o'tgan mebellaringni olib, onangnikiga yo'qol. Bo'tga pul emas, sen sig'mayapsan.